Assalomu alaykum obunachilar. Avvallari bo'ydoqlik vaqtlarimda o'zimdan 4-5 yosh katta odamlardan har xil gaplar eshitardim-da. Qiz tanlash bo'yicha ota-onam tanlaganiga uylanaman derdi. Lekin o'zlarini yaxshi ko'rgan qizlari bo'lardi. Nimaga deb savol berishsa, men qarab turardim, ular kuzatib. Ular aytardiki, agar kelin bilan chiqisholmasa, uydagilarim yoki men ana sizlar topgan qiz deb ularga hamma mas'uliyatni ag'darib qo'yishga oson bo'ladi degan gaplarni gapirishardi. O'zlari aybdor, mana sizlar tanlagan qizda deb mana. Ana shu paytda endi meni aqlim yetmagan. Keyin meni o'zimni uylanish vaqtim yetib keldi. Men 27 ga kirib uylanganman. 25 yoshimda gacha men ham shunaqa o'ylardim. Haligi o'zi tanlagan qizga uylan bo'lmaydi yoki shunaqa negativ narsalarda xayol qilib yurardim-da. Shunaqa mojarolik oilani tasavvur qilardim. Ayol kishi agar gapimga kirmasa, ukib yuboraman, bukib yuboraman degan haligi mana qilib qattiq qo'l bo'laman deb qattiq negativ narsalarni o'ylardim ekan. Keyin 25 yoshimdan keyin bir boshqacha tushunchalar keldi. Shuni o'rniga men chiroylik turmush qilaman, ota-onamni ham hurmat qiladigan ayolni tanlayman, gaplashib ko'rib, farosatimni ishlatib, hissiyotga berilmasdan bir yaxshi kelin tanlayman, yaxshi qiz tanlayman degan fikr kelishni boshladi. Niyatni to'g'riladim. Eng asosiysi. Men oila quraman, meni oilam urush janjallik, mojarolik oila bo'lmaydi deb niyat qilgan edim. Yaxshi niyat qilgan edim. Keyin erkak kishi bo'lib men o'zim ayolimni ham, onamni ham chiroylik misol o'rtasida turib beraman degan yaxshi niyat qilgan edim. Kim nima niyat qilsa niyatiga yetar ekanda misol. Lekin hali hozir ham lekin yo xotinimni maqtab yo o'zim men zo'r olib boryapman deb ayta olmayman, lekin shu paytgacha unaqa urush janjal ana shu 25 yoshimgacha bo'lgan mojaroli oila shunaqa tasavvurlar Xudoga shukr yo'q. Bir-birimizni hammamiz tushunamiz. Bir-birimizga unaqa zulm qilish yo'q oilada. Shu narsalarni o'ylab turib ana shu akalarni eslayman-da, oldingi odamlarni. Hozir ham balki bordir shunaqa bolalar. Shunaqa ukalar bordir o'ylab yurgan. Onam tanlaganiga uylansam, haligi urib so'kishga ham oson, nima deydi haligi mojaro bo'lib qolgan paytda ana shularni ota-onamni o'zlariga ag'daraman, hamma aybdi degan. O'zinglar tanlagan qizdana deb o'zinglar topgansizlar degan ta'nani qilaman. Yo'q, ota-onaga nima bo'lgan taqdirda ham u siz uchun yaxshilikni tanlagan bo'ladi ota-ona. Ana shuning uchun ularga ta'na qilishda niyat qilib qo'ymaysiz. Siz naborot uni aksiga olib, masalan, yaxshi niyat qiling. Ilohim, uylangandan keyin ham ota-onamni hozir qanday hurmat qilayotgan bo'lsam, shunday hurmat qilaman. Ayolim tomonga ham og'ib ketmayman. Ayolimni xo'rlab, ota-onamni gapidan chiqmay, haligi nima deydi? Ota-onamni erkatoyi ham olib ketmayman degan bir ikki tarafga ham zulm qilmayman, hammani o'zini o'rnida hurmat qilaman degan yaxshi niyatni qiladigan bo'lsangiz, ana shu niyatingizga yarasha bo'lar ekanda. Shuni maslahat bermoqchiman. Ana shu uylanmoqchi bo'layotganlarga niyatni zo'r qiling,
o'zingiz chiroyli yuring. Masalan, o'zingiz qanaqa bo'lsangiz, o'zingizni fe'lingizga yarasha shunaqa ayol uchraydi. O'zingiz agar fe'lingiz yomonroq bo'lsa ham, sal o'zingiz qoniqmasangiz ham o'zingizdan o'zingiz keyinchalik o'zingizni to'g'rilab, xulqingizga ozgina ishlov beradigan bo'lsangiz, ishlov berib, ozgina fikr yuritib, dunyoqarashingizni kengaytiradigan bo'lsangiz, keyin ozgina qizlarni psixologiyasini ham o'rganish kerak. Sal haligi erkak kishi baribir yosh bo'lsa ham 20 yoshdan keyin ham, hatto 18-20 yoshli o'g'il bola ham ayollarga nisbatan uzoqroqni ko'rishni biladi. Ko'radiganroq bo'ladi. Shu uzoqroqni ko'radigan unda qobiliyat bo'ladi. Chunki u erkak kishi. Aql tarozisi kengroq bo'ladi-da, aql doirasi erkak kishini. Shuning uchun har doim men hozir o'ylab turib esimga tushib ketib, foydali bo'lsa kerak shu video deb chiqardim-da. Shunaqa, agar chiroyli turmush qurmoqchi bo'lsanglar, yaxshi niyat qilinglar. Farosat bilan tanlang, o'zingizga mosini tanlang, o'zingiz oilangizni muhitiga mosini tanlang. Mayli uchrashing 4tasi bilan 5tasi, 10ta, 20tasini ko'ring. Gaplashib ko'ring. Gaplashib, uchrashib, agar birinchisida yaxshi bir-biringizni bila olmagan bo'lsangiz, yana 1-2 marta uchrashib ko'ring. Xarakterni o'rganing. Bittada bilinmaydi, birinchisida. Keyin sekin-sekin gaplashib ancha bilib olsa bo'ladi. Keyin uchrashuvga chiqqanda bitta maslahatni o'zim tajribamdan kelib chiqib aytaman. Men juda ko'p qizlarni ko'rganman. Bir 20 ga yaqin qizlar bilan uchrashib ko'rganman to'ydan oldin. Haligacha sevishib yurmaganman. Shu sovchilarlikka borib, shu keyin kattalar ruxsati bilan ko'rsatishgan. Kimgadir men yoqmaganman, kimdir menga yoqmagan, kimdir umuman nima deydi? Agar bir-birimizga yoqqan taqdirimizda ham oilamiz bo'lmaydigan darajada edi. U xarakter to'g'ri kelmaydigan darajada. Shuning uchun bitta maslahat, uchrashadigan bo'lsangiz, gavjum kafe, restoranga olib borib, ya'ni shovqinli joylarda, odam gavjum joylarda aylantirmang. Haligi tinch atmosferalik joylarda, masalan, sokinlik bo'lgan joyda bir sayohat qilinglar. Tabiat qo'yni, mayli odam ko'p bo'lsin odam, yolg'iz qoling demayapman ayol kishi bilan. Tabiat qo'yni yoki men masalan muzeyga olib borganman. Shovqinli joyga ham olib kirganman, lekin muzeyga olib borib, ana shu yerda ko'proq xarakterni o'rganganman-da ayolimni.